ramyonni dodasini zakaz qildim, qaranglar. Bu Koreyaning maratan ovqati, lekin ichiga ramyonni vermishelini soldirganman. Qani yeb ko'ramiz, bismillah. Shirin ekan. Buning ichida bunaqa narsa ham bor. Men buni kartoshka deb o'yladim, lekin unaqa emas ekan. Bu pishganmi yo'qmi, unisini ham bilmayman. Hech qanaqa ta'mi yo'q ekan. Bu nima bilganlar kommentariyaga yozinglar. Qo'zi qorni qaranglar. Bu qo'zi qorni rosa yaxshi ko'raman. Ichida shunaqa narsalar ham bor. O'zbekchasini bilmayman. Lekin maza. Karam. Achchiq. Va eng qizig'i ichida katta kartoshkalari ham bor. Mana qaranglar. Va xamirlari. Bunaqa narsalar maza ovqatda. Koreyada yoshlar shu ovqatni rosa yaxshi ko'rishadi. Lekin gaz qaynonam rosa yomon ko'radi, yoqtirmaydi bu ovqatni. Nimagaligini bilmaydilar. O'zlari ham bilmaydilar. Yoqtirmaydilar shunchaki. Bir kishilik ovqat zakaz qildim. 2 kishilik ovqat kelibdi o'zi ham. Bu yana boshimdan ham katta.